Assalomu alaykum. Bugun katakana alifbosining birinchi qatoridagi harflar, A qatoridagi harflarni o'rganamiz. Agyo. A qatorida 5 ta harf bor. A, I, U, E, O harflari. A, I, U, E, O. Bu harflar bilan alohida tanishib chiqamiz. Birinchi harf A harfi. A harfi qanday yoziladi? Birinchi chapdan o'ngga, keyin tepadan pastga. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. A harfi ikkita harakat bilan yoziladi. Keyingi harf I harfi. Qanday yoziladi? Birinchi tepa qismi. Chap tomonga qayirib tepadan pastga, keyin to'g'ri chiziq tepadan pastga. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. I harfi ikkita harakat bilan yoziladi. Keyingi harf U harfi. Qanday yoziladi? Birinchi mana bu chiziqni chizib olamiz tepadan pastga, keyin yana tepadan pastga, keyin bitta harakat bilan chapdan o'ngga va qayirib tepadan pastga. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. U harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf E harfi. Qanday yoziladi? Birinchi tepadan boshlab kelamiz, chapdan o'ngga, keyin to'g'ri chiziq tepadan pastga va pastki qismi chapdan o'ngga. E'tibor bering, tepadagi chiziqdan ko'ra pastki chiziq uzunroq yoziladi. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. E harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Keyingi harf O harfi. Qanday yoziladi? Birinchi chapdan o'ngga, keyin tepadan pastga ilmoq bilan tugatamiz va oxirida mana bu qismi. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. O harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. A qatoridagi harflar bilan tanishib chiqdik. Qaysi harflar? A, I, U, E, O harflari. Mashq qilamiz. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Endi shu harflar ishtirok etgan so'zlar bilan mashq qilamiz. Bu so'z qanday o'qiladi? Wo. Wo. Urish. E'tibor bering. Katakana alifbosida to'g'ri chiziq o'zidan oldingi kelgan harfning unli tovushini cho'zish vazifasini bajaradi. Bu yerda O tovushini to'g'ri chiziq cho'zib beryapti. Wo. Keyingi so'z ea. Ea. Havo. Bu so'zda ham to'g'ri chiziq o'zidan oldingi kelgan unli tovushni cho'zib beryapti. Ea. Keyingi so'z ayo. Ayo. Ayo kompaniyasi. Oy. Oy.
hoy, ey chaqirganda ishlatiladigan so'z. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.